Amerika Xitoy orasidagi savdo urushini yaqindan kuzatayotgan mutaxassislar Xitoy mollaridan tamojna bajarish mol bahosini o'rnatib, Amerika iste'molchilariga ba'zi chiqimlarni yuklasimi, lekin Amerikaning Xitoyning ko'plab foyda oladigan Amerika bozoriga kirishini tusish orqali davlat bexatarligining yaxshilanishi uchun badal to'lashga rozi ekanligini ilgari surmoqda. Shuning bilan bir vaqtda bu savdo urushida Amerikaning g'alaba qilganligini ko'rsatmoqda. Amerika prezidenti Donald Trump Xitoy mollariga 10% boj qo'yib, buni o'tgan hafta rasmiy ijro qilishining orqasidan Xitoy savdo ministrligi Amerikaning PVH guruhi yetakchiligidagi Calvin Klein va Tommy Hilfiger shirkatining Xinjiang paxtasini sotib olishdan o'zini qochirganligi uchun ishonchsiz shirkatlar tizimligiga kirgizganligini e'lon qilgan edi. Shuning bilan bir vaqtda yana Xitoy Amerikaning Illumina biotexnika shirkatini ishonchsiz shirkatlar tizimiga kirgizgan. Uningdan boshqa Xitoy hukumatı 4-fevral kuni Amerikadan import qilingan xom nefit, suyuqlantirilgan tabiiy gaz, dehqonchilik mashinalari va tanlangan boshqa mahsulotlarga 10% dan 15% gacha tamojna bejini oldiganligini e'lon qilib, buni 10-fevral kunidan boshlab kuchga ega qilgan edi. Bularning hammasi Xitoyning Amerika qaratgan o'chilish xarakterlik javoblari hisoblanadi. Prezident Donald Trump Xitoy mollariga 10% boj qo'yib, buni o'tgan hafta rasmiy ijro qilishning orqasidan 9-fevral kuni yana chet el po'lat temir va alyumin mahsulotlariga 25% boj qo'ydiganligini e'lon qilgan edi. Bu Xitoyning Amerika qaratgan po'lat temir va alyumin eksportiga og'ir zarba beradi deb qaralmoqda. Amerikadagi Rand siyosat tadqiqot markazi strategiya va xavfsizlik mutaxassisi Dr. Raymonko radiomiz ziyoratini qabul qilib, bu haqda ko'z qarashini ifodalab, mundaq dedi. The Chinese have imposed their own tariffs on the United States, in particular Calvin Klein, Tommy Hilfiger, and other kind of brand. We will probably expect this going forward, that the United States might impose certain types of... Xitoy Amerikaga o'zining tamojna bejini, ya'ni o'zining jazosini yo'l qo'ydi. Xitoy bo'libmi Calvin Klein, Tommy Hilfigerga jazo yo'l qo'ydi. Qaraydigan bo'lsak, Amerika Xitoy tovarlarga belgilik bir tamojna beji yo'l qo'ydigandek turadi. Menimcha, Temu va Sheinning Amerikadagi savdo uchug'idan foydalanib, mol eksport qilishga cheklim qo'yilg'achqa, Xitoy konkret shirkatlar bo'libmi siyosiy jihatdan muhim sohalarga qarshi nishonli holda cheklimlarni yo'l qo'ydi. Bu energiya, ya'ni neft yoki tabiiy gaz, dehqonchilik mashinalari sohalarini o'z ichiga oldi. Xitoyning po'lat to'mirlaridan boj olish Amerikadagi turalg'u va mashinalarning tannarxini oshirib etadi. Chunki bular halqiliq materiallar bo'lib, mashina yasash va uy solish uchun bek zarur. Xitoylar har xil sabablar tufaylidan bozorda hukmronlik qilyotidi. Ishining haqiqiy yeri shuki, ular amaliyotda bozorga hukmronlik qilyotidi. Shunga buningga tamojna bejilish Amerika iste'molchilariga texnik ko'p chiqimlarni yuklaydi. The Chinese are dominate the market for a whole variety of reasons. But the very fact of the matter is that they actually dominate the market. And so imposing tariffs on that imposes higher costs on the American consumer. Prezident Donald Trump'ning yangi tamojna beji, ya'ni Amerikaga kelgan barliq Xitoy mollaridan 10% tamojna bejini qo'shib olish 2-fevral seshanba kunidan boshlab yo'lga qo'yilgan edi. Buningga asoslanganda Amerika Xitoy tamojna bejiga mansub mahsulotlarning tamojna beji kechirim qilinib sotilishini cheklagan. Shuningdek, $800 bo'lgan posulka, ya'ni xaltalarning buningdek tashkilmasdan va boj qo'yilmasdan Amerikaga kirishiga yo'l qo'yilmaydigan bo'ldi. Xitoy qarshi yangi yo'l qo'yilgan tamojna bejining Amazonga yangi fursatlarni olib kelib, Temu va Sheinga o'xshash Xitoyning tor orqali parcha sotish shirkatlarining Amerikadagi savdo yutuqini suiiste'mol qilish orqali tez suratda taraqqiy qilishining oldini oldi ekan. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Go Jiakun 10-fevral kuni Beijingda o'tkazilgan muxbirlarning kutilish yig'inida savdo urushi yoki tamojna urushida g'alabalik qiluvchilarning yo'qligini aytib mundaq degan. Bu har ikki davlatning manfaatiga ziyon yetkazdi. Hozir ehtiyoj bo'lgani tamojna bejini bir tarafli yo'l qo'yish emas, balki barobarlik va o'zaro hurmat qilishni asos qilgan suhbat va kengashish zarur. Biz Amerika tarafining xato harakatini to'xtatib, iqtisodiy va savdo masalalarini siyosiylashtirish va qurollashtirishdan saqlanishni talab qilamiz. Undaqda Amerika Xitoy orasida davom qilayotgan savdo urushi
Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Goja Kun degandek, bu har ikki davlatning manfaatiga ziyon yetkazamdi. Bu savdo urushida Xitoyning g'alaba qilish ehtimoli bormi? Amerikadagi siyosiy analizchi doktor Andrew Skor savolimizga javob berib, Amerika davlat bexatarligining yaxshilanishi uchun ketadigan bu chiqimni, ya'ni bu badalni to'lashga rozi ekanligini o'tirib qo'yib, mundaq dedi. Yo'q, Amerika po'lat ko'mir shirkatiga o'xshash ba'zi shirkatlar Amerikaning chet el po'lat ko'mir shirkatlari qo'ygan tamojna bejining yordami bilan ko'p foyda oladi. Bir qism halqiliq strategik tovarlarni ishiltish jihatda o'z-o'ziga tayanishni kuchaytganligi sababidan Amerikaning davlat bexatarligimi yaxshilandi. Xitoy, Kanada va Meksikaning Amerika qilgan eksporti Amerikaning bularning har biri qilgan eksportidan ko'p. Shunga ularning Amerika qarshi tamojna beji qo'yish kuchi ojiz. Trampning birinchi vazifa o'tash muddati ichida Xitoy qarshi yo'l qo'ygan tamojna beji pul paxalligini faqat 0.125% o'stirdi. Masalan, bu $100 bolga pishirish duxovkasi aran 25 sent o'sdi deganlik. Menimcha, Amerika ta'minlash zanjirimizni Xitoydan yiroqlashtirib, Xitoyning foydalangan bozorimizga kirishini to'sish orqali davlat bexatarligining yaxshilanishini uchun ketadigan bu chiqimni, ya'ni bu badalni o'tashni xohlaydi. Amerikadagi siyosiy analizchi Gordon Chang Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Goja Kunning so'zlariga raddiya berib, mundaq dedi. Xitoy hokimiyatining nima deyishidan qat'iy nazar savdo urushida g'alaba qiluvchilar bor. Normalda savdodagi qizil raqamni boshqara olgan cho'ng iqtisodga ega davlatlar bu savdo urushida g'alaba qila oladi. Xitoyning iqtisodi Amerikaga qaraganda kichik va savdo aktiv balansi, ya'ni Xitoyning Amerikaga qilgan eksport qiymati uning eksport qiymatidan 295,4 milliard dollar ortiq. Xitoyning qat'iy irodalik Donald Trump bilan savdo urushida g'alaba qilish ehtimolligi yo'q. Davlat ichida uning obro'yi nihoyat yuqorilayotdi va xalq uning tarafida. U bu yo'ldan qat'iy yonmaydi. Qadrli radio anglag'uchilar, bu programmani Washingtondan Uyg'ur tayyorladi.